mavsumga mos kiyintirishimiz kerak deymizda. Mana bu xonada yotibdi, mana bitta ishton kiygizdingiz, ketidan ikkinchi ishton kiygizasiz. Mana bu kiyimcha, keyin ustidan bu kiyimchalar, bu ko'chaga chiqsa keyin undan ham issiqrog'ini kiyintirishingiz kerak bo'ladi. Endi qishda men o'ylaymanki, undan ham ko'proq kiyintirishimiz kerak. Shuning uchun hozirgi paytda shamollashga ham ahamiyat bersanglar, mavsumga mos kiyinmayapti ko'p. Ko'p bolalarni tekshirsam, orqasiga qo'limni tiqsam, shunda ter bo'ladi. Terladimi? Terlab ham kasallik qo'shadi. Bir xilda oynani shamollatishmaydi, havoni almashtirishmaydi. U ham bolaga minus ta'sir qiladi. Infeksiya havoda aylanib yuraveradi. Demak, bolamizni mavsumga mos kiyintirib, ochiq havoga olib chiqib ketib, u bola yotgan xonani gradusini biz to'g'irlashimiz kerak. Ya'ni oynalarni ochib, освежить qilib, nam ubоркаlar qilib, keyin gradus 26-28 qilib, 24 dan 26 gacha olib kirib, keyin xonaga bolani joylashimiz kerak. Endi ko'pincha men keladigan bolani ko'rsam, isiriq hidi keladi boladan. Isiriq hidi keladi, isiriq hidini qanaqa qildinglar desam, ustidan isiriq qilishadi. Uyga kirishadi, isiriq qilishadi. Shuning uchun bolani kiyimiga o'tirib qoladi. Isiriq qilishi ham usuli bor. Ya'ni xonani bola yo'g'ida isiriq qilinadi. Keyin xona bola yo'q bo'ladi. Keyin xonani освежить qilamiz. Chunki xonani o'zi isiriq bilan virusni o'ldirdik. Keyin oynani ochamiz, nam ubоркаlar qilib chiqamiz. Keyin oynani yopib, bolani keyin olib kirishimiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? O'shanda bu yerda xonani gradusini. Endi больница sharoitida biz ko'pincha kvars lampalar qo'yamiz. Davay kvars qo'yila deymiz. Bolaga bir-biriga infeksiya o'tib ketmasligi uchun. Shuning uchun ham uy sharoitida ham bolada 3-4 ta bola bo'ladi. Buni kelishadi, o'tishadi, yoki gaplashishadi, yoki quvurdoqlar qilishadi. Radondan kelgandan keyin o'shani o'tgandan keyin bolamizda shamollash yana paydo bo'laveradi. Aksalinli resursi bo'ladi. Endi mana savol beryapsiz. Aksalinli emas, qilsam bo'ladimi deb. Aksalinli emas qilishadi. Bola battar ruhni qichishib, battar aksirib shunaqa qiladi. U aksalinli emas o'zi ichiga suriladi. Ko'pincha tashqariga sursanglar xuddi burunlar uchuvchiga ko'karganga o'xshab qoladi. Uni o'zi ichiga surishadi. Ma'lum bir darajada saqlashi mumkin. Lekin iloji boricha bolamizlarni harakat qilishimiz kerak. Nima deydi? Surmasdan, misol uchun yaqinlashmasdan, shamollaganida katta boshqa bolalar bilan aloqa qilish kerak emas, oyisi.